Yuring. Soat sekinroq yuring. Men sizni hozir jo'natib yuboraman. Qarang, mana uni jo'nat. Biz gaplashib olishimiz kerak, mashinaga o'tir. Davay gaplashamiz. Mashinaga o'tiraylik, bo'lmasa hech kim eshitmasin, ha. Davay o'tirib ol. Nima gap o'zi? Kim haqida u? O'tiravering, aytaman nima haqidaligini. Tovuq qichqiryaptimi? Jonga tegdi tovuq. O'ldirib yuboraman tovuqni. Qani qattiq qaqillayapti. Bu yoqqa chiq. Va mana senga. O'lib ket, tovuqvachcha. Brat, men narsa zakaz qilganim keldimi? Ha, keldi, ko'chada turibdi. Ko'rib olishingiz bugun ko'chaga chiqib turib. Men unda ko'chaga chiqib bitta ko'rib kelaman narsami. Brat, buyurtmani ko'rdim. Buyurtma vashi cho'cha ketdi, gap yo'q. Sizga paydasiga pulni berib olib kelaverasiz, brat. Xo'p. Tak bolalar, buyurtmamiz ham, pochtamiz ham ketdi. Endi unga pul topish kerak merdan oldi kirich. Mer yaxshimisiz? Har doim qolib so'raysan. Nima deyapti? Birorta ishlaringiz bormi, yumushlaringiz bormi deb so'ra. Xo'p, yumushlaringiz bormi? Bor, Jo'xan oldiga bor, o'sha aytadi. Jo'xan. Bo'ldi, tushunarli. Unda Jo'xan oldiga boraman. Tak bolalar, u ham shu atrofda bo'lsa kerak, chetlarda yurganda qayerdadir. Jo'xa, yaxshimisan? Yaxshi, o'zing qalaysan, Jak? Yaxshi bo'ladi, rahmat. Tur, anaqani ro'yxatga olish kerak ekan 97 ni Sochi kommunizm qishlog'ini. Qalaysiz, qiz, yaxshimisiz? Yaxshi, o'siz qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Yuring, shu yoqqa ketyapsizmi? Shu yoqqa ketyapman, bu kishichi. Jak, sen borma, bo'pti, mayli, men ketdim. U Jo'xa bizani chopib ketib yubordi-yu bitta qiz bilan. Mayli, nima ham dirdik. Biz unda shu joyga borib turib, pochtadan narsamizni olamiz. Adashmasam, pochtaxona mana shu yerda edi, to'g'rida. Hozir pochtam ichida nima borligiga sizlar ham qiziqyapsizlarmi? Brat, assalom alaykum, pochtam olsam bo'laveradimi? Bu bo'laveradi. Olib ketavering hammasini. Bo'pti, hozir birinchi ichida narsalar olib, keyin kartasiga pulni tashlab yuboraman. Bo'pti. Bolalar, xo'p, u yoqqa borma foyda. Hozir uyga borib turib, birinchi kirkamni olib olishim kerak va kirkam bilan pochtamni kavlab olamiz. Bizda shu yerda pochta kelsa, bunday betonni atrofiga betonlar bilan o'rab berishadi. Ishonchli keladi. Tak hozir uyga boramizda, kirkam olamiz. Eshik, namuncha eshik ko'p. Kim eshik qo'yib tashlagan, o'zim qo'yganman-ku. Okey. Xo'p, bitta kirkani hamma narsani har ehtimolga qarshi olaveradi, chunki atrofini beton bilan o'rab qo'yishganda har xil bloklar bilan o'rab qo'ygan bo'lishlari mumkin. Tezroq borish kerak. Jo'xa shunday hali qiz bilan ketib bordi-ya. Tez bor, tez. Tak, ana u yerda turibdi. Adashmasam, meni modga o'xshagan narsa o'rnatgandim, volga qo'yib olsam osonroq kavlaydi. Mena bilmadim, shunisi tursammikin. Bo'ldi, mashina turaveradi. Qo'limga kirkani olaman va bu devorlar bittalab sinar ekan. Iloji yo'q endi. Men bittasi blok sindirsa hammasini ketadi deb o'ylagandim. Tak, unda hammasini bittalab ochaveramiz endi, qo'lda bo'lsa ham. Zato ichida вообще dahshat mana BMW'm turibdi, BMW'm. Endi qizlar ajalib yuraman. Xullas, tak shu BMW'ni olamizda, endi Jo'xani oldiga boraman. Jo'xani yonida qiz ham menga qarab turib, deydi. Jo'xada yo'q bunaqa mashina. Endi zo'r bo'lib ketaman. BMW M5 Competition F90. Tak, shu tarafdan ozgina sekin chiqamiz. Bamperni urib oldim. Mayli, o'zimni oldin ham bir-ikki marta dumalagan mashina. Endi zato BMW degan nomi bor. Turishini qaranglar. Qora matviy. Maytlardan chiqib ketishini qaranglar, drift qilib. Tak, jitellarda uyindan yurmaymiz. Qishloqdan aylanib o'tish kerak. Men o'zim uyim oldimga parkovka qilib qo'yganman, ana o'sha joyga qo'yib qo'yamiz. Tak, mana shu tarafdan o'ngga yurish kerak edi, adashmasam. Mana bu yerda turibdi. Yaxshi ham shu parkovkani merda uyini oldiga qo'ymagan, bo'lmasam. Ol mashina bu yerda deb bu yerda ham jonga tayyordi bolalar. Parkovkani oldida bitta benzin zapravka ham bor. Tak, mashinam cho'tki turibdi. Hop, merga telefon qilaychi. Alo, mer. Menga qara, Jo'xaning o'rtog'i yo'q, chiqatdan yo'qolib qolibdi. Qanday yo'qolib qoladi? Hozir ko'rishgandi bu. Bilmayman, yo'q, chiqatdan yo'qolib qolibdi, qarochi, top o'shani. Xo'p, mer, xavotirlanmang, o'zim topaman uni. Tak, bolalar, ko'rdinglar, Jo'xa yo'qolib qolibdi. Qanday yo'qolib qolishi mumkin? Boya gaplashgandek u bilan. Yomon bo'pti-da. Mayli, mer, o'z telefonni qo'yavering, o'zim gaplashib topib
topib beraman sizga Johani. Hozir uyimga kirib, narsalarimni joylashtirib qo'yadi, keyin qidiruv ishlarini boshlaveramiz. Bolalar agar esinglarda bo'lsa, u bitta qiz bilan ketdi oxirgi marta endi. O'sha qizni topsak, menimcha Jo'xa haqida nimadir bila olsak kerak. Mayli borib, merdan surishtirib so'rab ko'raman kameralar bilan. O'sha qiz topish kerak-da. U qizni hech qayerda yo'q, kameraga ham tushmagan. Chatoq bo'pti-da, o'shani topish kerak edi. Siz qarangchi, u yer bu yerlarda. Bo'pti, qarab tarishlardan surishtirib bo'lsa aytib boraman o'zim. Mayli. Men ham ketdi bunda qishloqlar qidirib yuraychi. Tak bolalar, u qiz menimcha shu qishloq tashqari tarafda yashasa kerak, chunki bu qishloqda yarmi merga qolgani o'sha hokimga tegishli-da. Tak, telefonda lokatsiyasini ham yoqib qo'ymaganda topib olay, hakkerlik qilib topib olaysa, o'zi qo'limdan kelmaydi. Unaqa mayli mana. Kimniki bo'lishi mumkin men bu Nissan GTR. O'sha qizni kim ekan? U shu atroflarda yurgan bo'lsa ham kerak. Mana topdim. Yaxshimisiz? Yaxshi. Johani qayerdaligini bilmaysizmi? Siz bilgandim, men bilan birga kelgandi, keyin bir qora biratani o'g'irlab ketdi. O'sha biratni uyi qayerda? Keling, uyini ko'rsataman hozir. Mayli ko'rsating. Timdan keling, mana shu yoqdagi, mana shu o'ng tomondagi uyda, mana shu uyda yashaydi. Undan keyin ko'rmadingizmi rostdan ham? Yo'q, ko'rganim yo'q lekin. Qishloqqa qaytib bormadi-da. Bilmadim, unda o'g'irlab ketgan shekilli. Tushunarli. Mayli, tushunarli, okey. Demak, bu yerdan hech qanaqa ish chiqmadi. Bolalar aytgancha, mana bitta o'rtog'im bor edi-da. Ana o'sha bilan gaplashib ko'rsammikin, nima deysizlar? Hozir telefon qilaychi. Alo, jigar, yaxshimisan? Nima gap? Ana Jo'xa yo'qolib qoldi, shunga topishga yordamlash bor yo yordamlashga topishib borasanmi? Bo'pti, bitta qishloq chekkasida introvert odam bor. Legatasi bu yerda o'shanga borsa, o'sha bilsa biladi, bo'lsa bilmaydi, yo'qolib ketish. Xo'p. Tak bolalar, u korоче aytayapti, ana u yerda uyda ekan. Bir qishloqda chekkasi, o'zi qishloqda tursa, u qishloqda ham qishloqqa joyida turar ekanda, mayli. Tak o'sha tarafga boramiz, Jo'xani qayerdaligini so'raymiz. Bilsa faqatgina shu biladi, bo'lmasam hech kim bilmaydi, dedi ana o'rtog'im. Uyini qaranglar. Voy, chang o'tib ketdi-yu. Alo, uyda kim bor? Kim kerak? Men bitta narsa so'ramoqchi edim. Nima so'raysiz? Jo'xa degan o'rtog'im yo'qolib qoldi, bilmaysizmi qayerdaligini? Bilaman. Pul tashog'ida aytaman. Bo'pti, tashladim kartasiga NFC qilib. Bo'ldi, tushdi. Xullas, Jo'xa bitta qizni uyiga bordi, o'sha uyda yerto'lasini ham xatlatadir. O'shalar yaxshilab qara. Xo'p, rahmat. Nima u chekkara yashaysiz o'zingiz? Menga shu yoqadi. Introvertman. Xo'p, rahmat. Mayli, hozir tezroq borish kerak. Ana o'sha uyga, hali qizni uyiga. Balkim Jo'xani ana qiz qanday qildi? O'g'il bola, qiz bola qilishi mumkin, lekin qiz bola, o'g'il bola qiynalmasa kerak. Mayli, chalg'imaymiz, lekin boramiz ana o'sha uyga. Xo'p, uyda hech kim yo'qmikin? Menimcha hech kim yo'q o'xshayapti. Sekingina shu yo'llardan ozgina borsak bo'ladi. Tak, bu yoqdan boramiz. Mana. Mana shu tarafdan, qaysi taraf dedi? Uyi hali qizda. Bo'ldi, mana Nissan GTR tarafdan o'tganda mana shu. Xo'p, hech kim yo'q o'xshayapti sekin. Hech kim yo'q. Xo'p, eshikni yopamiz. Nima bu? Mana bu divanlarga Jo'xani yotkizib. Cho'ta divan tagida yashirin yo'lmi nimadir borga o'xshayapti. Yotib ko'raylik. Oh my god, yashirin yo'l bor ekan, la'nati. Da. Hozir sandiqdan birata kirka. Mana tayyor. Jo'xani qutqarishimiz uchun tapor bilan narvon ham qo'yib qo'yishibdi. Xo'p, ichkariga sekin tushamiz. Mina bo'lmasa bo'ldi ichkarida. Jo'xa shu yerdami deng? Meni o'g'irlab ketishgandi, yaxshi ham qutqarding. Qorong'ida juda ham qo'rqib o'tirgandim. Ketdik unda. Bu qayer o'zi? Meni ko'zimni bog'lab olib kelishdi. Men tushunmadim qayoqqaligimni. Bitta qora kiyimli bratlar o'g'irlab ketgan ekan. Tushunarli. Bu qiz axir ana u bo'pti, tezroq ketaylik. Men bu yerda boshqa qola olmayman. Qo'rqdim o'z qorong'ida. Bo'ldi, tushunarli, ketdik. Yur, tez uyimga boraylik. Uyimda borib dam olmasam juda ham g'alati bo'lib ketyapman. Yangi mashina oldim mana. Zo'r-ku, tabriklayman. Baxtli bu demaydi aytgancha. Tagidan bo'ronlar o'sib tursin-a? Yaxshi, rahmat. Men sen bilan qo'l-ahvol so'rashmayapman. Yur bu yoqqa. Korоче, hozir men uyga kirib biroz dam olaman. Sen menga poliz ekinlarimni shunday bir yig'ishtirib bersang, sabr duo qilib qo'yardim. Baxtim ochilardi. Mayli, bo'pti, bo'lsa hamma joyda yig'ishtirib, tozalab qo'yaman. Sen kirib uxlab o'rgin bemalol.
Odamlarni qutqarib ham yana shunaqa qora ishlarga qolib ketdi-ya bolalar. O'zi quyoshda qorayib ketyapman. Bu tarafdan boshlaymiz. Mayli endi hozir mer kelib jonga tegadi bo'lmasam shunga ham. Xo'p bola, yana Jo'xa bilan video chiqishini xohlasanglar kanalimizga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosmasanglar ham iloji boricha obuna bo'laveringlar. 1K qilish kerak edi. Kanalni keyin videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Xayr hammaga, короче.